Uyghur yazgıçısı Jالالىدىن بەھرامنىڭ كۆمۈرچى بالا namlıq romanı. Bu roman Bilqut şirketide avazga elenip, Bilqut torida anlatıldı. Qavus, hayvatlik bezelgen Nissan'ni haydab daryo bo'yidagi bir ko'tirma oshpizilga bordi. Ular qip-qizil poyanda selingan tik ham igiz palampaylar orqali ikkinchi qavatga chiqdi. Qayoqdandir ko'rib qolgan Ahmet Hoji yugurib kelgunicha qovuzga bo'lakchilar mehmondoslik qilib ketdi. Oshxonaning yerimi degidek daryoga usib kirgan edi. Ahmet Hoji ularni ostida suvning sharqirashlari anglanayotgan salasundan daryoning u qanotidagi manzaralar ko'rinib turgan aplik yerga o'rinlashtirdi. Ham birligan Peter Manti bilan ikki taxsa xamsay keltirildi. Ahmet Hoji ularni elishsala, beqishsala degenicha palampaydan tushib ketib etib pastga qarab, "Hoy balalar deyman. İki aziz mehmonga choyni qo'yiq berib turaylik. Ma'qulmi?" deb vaqirdi. Qavus Peter Mantini shupulab hadab og'ziga tiqmoqda edi. Lekin Turdi Hasan mashina to'xtatish maydonidagi Nissan'ga pat-patla ko'z tashlaydi. Demasam-u, u mashinalar ichidagi bagzodiga o'xshaydi. "Tunazir, Nissan'ga texnichilar ko'ngil to'xtatamay turyotamsiz qandaq?" Qavus xamsaydan og'ziga to'lg'ich soldi. "Buradarlik kamirini bog'lagan og'inilar uchun u qanchalik ishdi? Texi bumi ba?" Qavus sungan 200 ming so'mlik chakni ko'rgan Turdi Hasanning ko'zlari yaltirab g'urt dedi yurtindi. U ko'nglida boyvachcha Naima uchun jinini oymaydiganda degan o'y lippida qilib o'tdi. "Qachonki Naima bilan bo'lgan ishim o'qtasiga kelganda" dedi Qavus tamaki tutashtirib etib. "Chekning maxfiy nomerini deb beraman. Bo'ldi, xijil bo'lmang deyman. Dadam degan noahli sizni qandoq yo'lga sag'anligi g'amkin chiroyingizdan bilinib turmamdi. Mushu pul bilan oltin do'konini o'zim ochib beraman." 200 ming so'mlik chekning rostligida gap yo'q edi. Ammo Turdi Hasan uningga qarab og'zini tamshib, ko'zlarini haytlatsa bo'ladiki, tomdagi jonanning so'ritidek es qaytmaydi. Qavus vaqtani vaqt kelganda bankaga berib, 200 ming so'mlik chekim yo'qoldi deb chekning nomeri ham maxfiy nomerini deb bersa, bu chek Turdi Hasanning jonchiqida og'rimay, silimay turibla qazo qiladi. Endi 40 ming so'mlik ko'nan Nissan'mi vaqti kelganda 180 ming so'mlik yangi mashinaga aylanib 3 hassa foydasiga mag'di. Qavusning plani intayin vahshiy bo'lib, Naimanilar qo'lga kirgizish bo'lmay, balki uning Urumchidagi 2 grim do'konining asosiy nishoni edi. Buning uchun pul dunyoga hirisman Turdi Hasanni qarmoqqa ilintirib, tasodifiy yuz bergan qonuniy javobgarliklarni shuningga ortmasa bo'lmaydi. Shunga 120 ming so'mlik uzuk, 200 ming so'mlik chek, 180 ming so'mlik mashina amaliyotda Turdi Hasanni go'rga so'rab boradigan yemchik edi. Lekin u ko'nglida Qavus boyvachcha Naimani olmay turib 500 ming so'mdek g'ajlab bo'ldi deb to'limi mamnun edi. Ammo Naimaning roziligi masalasida rosa ko'ngil to'xtatolmay turadi. "Bu Qavus boyvachcha bek koyib ketibsiz." Turdi Hasan hayajon shatligida nima deyarini bilmay qoldi. "Biroq men sizning degan yeringizdan chiqolmay qolarmanmikin deb ansirayman. Hammani qilayotgani xotin degan hozozul." "Bilaman,
Siz ögey qızınızning o'zingizni lat qilib qo'yishidan ansiravatsiz. Qavuz uning murisini paypaladi. Nayma uzukni qabul qilib barmoqiga soldimi? Bo'ldi. Qoldisida mening o'ylaganlarim bor. Lekin vaqt kelganda mendan olgan narsalarga tenivamsizlar bo'ladi. Tovadan, vayvetcha, shundaqmi qilamanmi? Chaqchaq, ha, chaqchaq. Qavuz g'alitila hijaydi. Uning hijishiga hilmikir bilan yo'g'rilgan shumliq yoshiringan edi. Qavuzning fursat yetilgan hamon Naimani bulab ketib, nomusini bulg'ash orqali uni bo'ysundirish o'yi bor edi. Agar Naima yuzining to'kilishidan qo'rqmay davron ko'tarib qolsa, Qavuz tegiman deb munchalik pulimni xashladi, lekin boshqa birsini tepib elib, mendan yuz o'ridi. Buningga dadasi guvoh deyish orqali ota bolaning yuzidan to'kmoqchi edi. Turdi Hasan dastlabda Qavuzning maqsadini anqiramay vahimaga tushdi. Lekin uning hejib turgan chiroyidan "Sana gap kelmaydi. O'gay qizingmi zuvonini ocholmaydi. Agar u popon ko'tirsa, yuzi ketadi. Chunki uzukni qo'liga sog'an tursa" degan suiqasd bilan qizilgan o'rini ko'rgandek bo'ldi. Shundala u o'gay qizi Naimaning nomusini bulg'ab, ondan nikohiga olmoqchi ekanligining tegiga yetgan Turdi Hasan beshini gildanglatdi. "Uxtum." Ular oshxonadan chiqib mashina qishig'iga kelganda ko'murchi bola haqida xeylig'icha kusirlashdi. Turdi Hasan bir nimani o'yladi, bo'g'ay hol ayning uni davolatganligini demadi. "Endi u qalanda o'rdan tushdi", dedi Qavuz ochiqda. "Buningdan keyin Naimaning orqasiga kirib olmaydi. Agar yanala burniga suv kirmasa, menga darhol xabar qiling. Uni bir yo'lila jahannamga yo'llayman." "Bo'ladi, cho'qim shunday qilaman. Xotirjam bo'ling." Turdi Hasan mashinaning xo'shliqida xushamatni haq dodiga yetkazmoqda edi. "Ha, rost, dadangizning 17 yoshli qizga o'ylanibog'ini qandoq bo'ldi?" Kömürçinin edibini bergan yigitlar bir hafta tang-tanglab yurib, dadam degan zinaxorning tutgan uyini topdi. Dedi Qavuz gartdi kekirib. Ondan bir kechida besib kirib, ikkisini urib, o'ltirib qo'yg'ili tasli qapti. Hozir heliqib paskina doktorxonada. Nima? Ag'zam to'rinimi urdi demsiz? Shundaq qilmasak, mendan gumonlanib qolmamdi. Shunga saqchilar qizni yaxshi ko'rgan yigitning qilgan ishi deb xulos chiqarishdi. Mundaqdan Turdi Hasan ag'zam to'rining yuz peshonalaridagi jarohat izlarining hargiz mashina hodisasida bo'lmaganligini, shundaqla Qavuzning dodisig'imi rahim qilmaslikdek yovuzligini tushungandek bo'ldi. Qani mashinaga chiqing. Yo'llarda avaylab haydang. Men taksi yolab ketaman. Turdi Hasan Qavuzning ikki qo'lini qattiq siqib bir chaqqacha silkidi. Ondan mashinaga chiqdi. Shu chaqda u atdiganki bolkvayni eskaldi. Dehqonlar uningga qasqon deb bekog'ila ot qo'ymabdi ekan. Tinjiqliqidan nafas bo'g'ilib, ses tarhididan ko'zlaringdan yosh quyilib, qisilib, ishilib, Xudo saqlasin undaq kunni. Turdi Hasan cho'ng yo'lga chiqib shahar ichiga qarab yurib ketdi. Bu yerlarning yo'llari keng, ozodi bo'lgani bilan mashina ham odam shalong bo'lg'ashqala xeyli tez haydagani bo'ladi. Turdi Hasan amdila shahar bo'sig'isiga kirib kelishi bilan yo'l chetidagi mashina bekitida turgan saqchi boshlig'i Mahmud Ziyoni ko'rib qoldi.
u mashinasini yandag'ach kabinka eshigini ochib ishorat qilishi bilan Mahmud Ziyo darhol chiqib oldi. Turdi Hasan mashinani haydagach, koni savoqtishi bilan ahvollashdi. Pah, jahonga o't ketamdi nima? Dedi Mahmud Ziyo gadallarini sirtib etib. Mashada yashinib qolgan bir adam bor. Shuni yo'qlab kelishim. Saqchi boshlig'i bekatda mashina saqlasa g'alati o'tirdi ekan. Turdi Hasan kulib qo'ydi. Ha, mashinachi. Mashinaning motoridan chatoq chiqib, idora remontxonasida. Hozir uyga ketamsan, idoragami? Uyga. Mahmud Ziyo saytiga qaradi. Tushib qopti. Endi bizning uyda tamoq yeb mang'arsan. Tamoqni boshqa bir kuni yey. Hozir chilonliqqa qaytmasam bo'lmaydi. Ya Allah, qachonli bo'lsa oshundoq oldirashli yurdi ekansan. Endi u el og'inalar bilan orilishib o'tasan. Pensiyaga chiqibsan mana. Kimdan anglading? Turdi Hasan ikkiga qaradi. Ag'zam to'ridin. Ag'zam to'ridin demsan? Qachon? Onunğa, dedi Mahmud Ziyo cheksini tatlab. 15-20 kundek bo'lib qoldi. Hey, bu odam 70 ga o'lishib qoldi. Qachongacha ishqibozlikni tashlamaydikin tang. Yaqinda bo'lgan bir ishni angladingmikin? Qaysi ish u? 17 yoshlik bir qizni nikohlab ilib, shahar sirtidan uy tutib bergan ishchi. Ha, ozroq anglagan. Qavuz timis qilib yurib, uyni tepib olgandan keyin bir necha niqoblangan odamlarni kirgizib, shundoq uribdiki, heliqi qiz o'lib qolg'ili tashlab qapti. Ag'zam to'ra qo'ng'ada ishton yo'q, o'zini derazadan tashlabdi. Ammo u tayoqni o'lgidakli yebdi. Xo'p bo'pti. Turdi Nozirning hardoqi chiqqandek bo'ldi. O'ltirib libatchi buzuq qerini. Ag'zam to'ra, bu qovuz degan talvaning ishi. Uni 10 yillik solab beringlar deb keladi. Qovuz bo'lsa, bu qeri poshvozni qo'sh nikohlik bo'lganlik uchun qo'lga elinglar deb besim ishiltidi. Voy, bu amroq ota bolalarning ishini demayli qo'y. Ota bola ikkisi bir-birini yon boshqa elib yiqitish uchun quruq kelmaydi degina. Qo'y bu gapingni. Biz soqchi o'rinlari undaq ishlardan xoli. Mashina haramba ko'chasiga kirib, uzun mangmayla yeshil darvoza oldida to'xtadi. Mahmud Ziyo tamoqqa taklif qilgan bo'lsa-mu, u o'zini aytib ketib qoldi. Boyatdan beri bo'lingan gaplar. Ag'zam to'ri bilan bo'lgan zerikishlik suhbat qilisiga kirib olgan Turdi Hasan sahra yo'liga chiqqandan keyin uni chigish xiyollar o'z ilkiga oldi. Xudoya tavba. Bugun ag'zam to'ra nimalarni deb ketdi? Nima degan yuzsizlik u? Ko'nala qassob molni pichoq bilan so'yar, sodigar odamni pichoqsiz so'yar deb bekor etmabdi-kanda. 20 tumanlik qarz hujjati rostilla ag'zam to'rining esida yo'qmidi? Asla mumkin emas. Sodigar degan 10 yil oldidagi to'ris yuchiqiga qistirib qo'ygan 10 tiyinni unutmaydi deb bekor demagan. Undaqda lavzi qilgan mu bo'lay degani qarz hujjatidan ezil-kesil tonganligi. Lavzi degan eg'izdagi gap deyish orqali sana oltin do'koni echib berish majburiyatim yo'q degani albatta. Amsa undaq hujjat bo'lsa, rostilla qonunliq bo'ladi deganichi. Turdi Hasanning beshiga tuyuqsiz bir kaltak tushganda qaltirab ketdi. Chunki dahshatli bir gumon ag'zam to'rining suiqasdlik inchki planini yalang'ochlab ko'rsatib turibdi.
3 yil ilgari oltin kan echish rasmiyatlari markazdan tasdiqlanib kelgandan keyin Turdi Hasan uni po'lat ishkopiga selib elib, qasdan orqaga surdi. Yüz sağlıq, yoğan çaynab ögünüp qalğan tishlarning kameraga kirib ketganligini his qilgan A'zam Töre, kan ishga kirishtirilib 2 yil bo'lganda 20 tumanlik bir oltin dukini echib berishni va'da qildi. Bu hujjat aynan yozilsa, ochiq oshkora pora bo'lib qoladi. Keyincha qarshi taraf tenib olsa, qonun o'rinlariga ko'rsatkili bo'lmaydi. Shunga Turdi Hasan hujjatni "Men oltin dukini echib berish uchun Turdi nozirdan 20 tuman so'm oldim. Bu hujjat qonuniy kuchga ega" deb yozdirib, A'zam Törening muhrini bostirib oldi. Shu kuni ular bu to'xtamni ham kon rasmiyatlarini tabriklab, oshxonada tomoq yeyishib, ozroqdan musallas ichishdi. Kechda Turdi Hasan yan yo'lidagi uy oldiga berib, mashinani amdila to'xtatishiga daraxt orqasidan pichoq ko'targan 2 niqobli odam etilib chiqib, uning yonchiqidagi pullarni hujjat bilan qo'shib elishdan sirt qo'l soati ham kostyum burilkalarini soldirib yalang'ochlab qo'ydi. A'zam Törening hujjatni topshirmaslar rostla menga tuhmat qilgan bo'ladilar deyishi bekor emaskanda. Aslida heliqi bulangchilar o'sha qeyri do'qning odamlari ekanligi aniqla turmamdi. Agar men hujjatni chiqarib olmasam, menga tuhmat qildi deb ustimdan arz qilishi mumkin. Undaqda zaharlik ilonni o'yg'atmay, singan menimni yeb yurishim kerakmi? Vay! Ko'zlari chaqchib ketgan, chiroyi kasdan chuktak badrang bo'lib ketgan Turdi Hasan qattiq vaqirganicha mashinasi bir peqiritib yo'l chetidagi kichik o'rmonga kirib ketdi. U vahimali xiyollar ilkida ko'zlari to'rlashib alomat cho'ng bir yuk mashinasining ostiga kirib ketgili tasliq qilgan edi. Soqolliq shofir kabinka derazasidan beshini chiqarib, "O'lgin keldimi? Qo'rqirsoq ablah!" deganicha shallaqqa tukirib ketib qoldi. Astag'firullah, mo'u pishganlikni. Elimi yaxshi o'rilib ketmadi. Bo'lmasa mashina kordan chiqatdi. Turdi Hasan Begzodisining jarohatlangan yoki jarohatlanmaganligini bilish uchun mashinani cho'rgilab silashga boshladi. Sayila qisqarab chinqi chush bo'lib qolgan edi. Amrulla tambur kavu barang tegidagi supida hassiga engaktirib, beg'idan kelayotgan bo'sh tambur ovoziga quloq solmoqda edi. Pes, lekin mung zor bilan anglanayotgan bu miskin jarohatlangan yurakdan etilib chiqqan pig'onliq bir nido edi. Amrulla buvay yoshqa to'lgan gumsiz ko'zlari bilan to'nir kavisi, mant kavalari yumulanib yotgan o'giziga qaradi. Mana, ashi cho'qchiyib turgan kaptarxonaning u tarafidagi bog'dan heliqi hasratlik mung yuraklarni alamzoda qilib salqin taramoqda edi. G'uljining eng qadimi olmalaridan sarim olma, manpaza, limon, stolovoy, stakan olmalarining xushpuroqlari bu bog'ni mushk ambar hidlarga to'ldirgan. Bog'ning o'ttirsida quchoq yetkisiz bir tüp oq o'rik bor. Uningga yo'lapli selingan yog'och supida bosh ham jaynaklari tengilgan. Yuzlaridagi jarohat izlaridan yot nomi bo'lib ko'kuch, qizg'ush dog'lar so'z ko'rinib turgan to'g'liq o'rikka yulanganicha dadisining tamburini chertib o'ltiradi. Uni Xolay bilan Ayaz 2-3 kunning oldida doktorxonadan chiqib, bog'dagi mushu supuga o'rin selib berdi. Ular tunugun yana yo'qlab keldi. Akalgan dorilarni qandoq ichirish haqida Amrulla buvayga tushundirdi. Qaynoq suv saqlash uchun Xolay choydanmi elib chiqqan edi. To'g'liqning nayima to'g'riliq biror xabar olg'isi borligi ko'zlaridan bilinib turadi. Chunki oshu mehribon qizni ko'rmaganga 36 kun bo'lgan edi.
Xalay onun ko'nglidagini bilgandek, "Nayima bugun atining ichida kelib qolarmikin?" deyishi bilan To'g'liqning cho'ng ko'zlari shu hamon lip-miliq yoshlarga to'ldi. Albatta, bu yurakdan etilib chiqqan shodlik sharbatlari edi. Xalay Amrulla buvay bilan xeyli uzun muntashdi. Buvay Xalayga minnatdorligini aytib yig'layapti. Demisimi, dastlabki kunlarda To'g'liqni ko'rganligi odam beshini chayqaydi. Hatta doktormu ümidsizlanib, "Qani, amalini qilib boqaylik, lekin biz Xudo emas" degan edi. Bog' ichidan gudung-gudung ovozlar kelish bilan To'g'liq tambirini o'rikka yo'lab qo'yib qaradi. Uning ko'murchi og'aynilaridan Munur, Pida ham Haraqkash birodari Zehri o'ri ko'zlar uni yo'qlab kelgan edi. To'g'liqni elib kelgan kuni ular o'ttir kechagacha uningga hamroh bo'lib, og'aynidorchiligini yetkazdi. Bugun nima uchundir Munur bilan Pidaning chiroyini qora bulut qoplagan edi. To'g'liq, o'lishgan seni doktorxonadan amdila ochiqqashqa undamay chiqib ketdik, dedi Munur muyumuq ig'ir talaffuzda. Biz tarsuliq og'aynilardan Isrobil, Doni, Tahrul, Obuhlar bilan maslahatlashdik. Seni urgan hazlaklardan qisos olamiz. Rost gapni qilsam, Pida kirpa qo'llarini shiltidi. Ochchig'imizni chiqarmasak, qopchilikda qursig'imiz tarasida etilib ketadi degini. Hey Munur. Zehrining o'ri ko'zlari chimchiqladi. Senimi og'ini deb yuribdiq. Boyiqlarning ichida mening ismim chiqmadi. Hamda qara, heliqi guyla 2 romka haraq berib qo'ysalar, o'zimizning odamlarga pashva etib qo'yamikin deb ansirdiq degina. Dilqut xazinasi. Uning chaqchiqi hammani kuldiribdi. Nima davatsan voy Munur? Ko'zingni yumib elibla gapim bor deb qilaverdi ekansan-a? Hammasi kulishdi. Chunki Zehri Munurning yumuq laqimini tishlab topgan edi. "Men-chu qara, 1-2 romka qiqib elib mushtlashadigan bo'lsam, o'sin piyanchukning o'zili bo'laman degina." "O'sin emas, shir bo'lib ketsan-da, shir", dedi Pida masxara bilan. "Og'aynilar, chaq-chaqmi qilishdik. Lekin ko'nglinglar menga tegil bo'ldi", dedi To'g'liq tamkin holda. "Ularni to'nimasak, na'dan topamiz? Birarsining chiroy shaklini daplab bersang, shahardan izlab yurib topatdik", dedi Munur keskin holda. "Shu orqali boshqalarning bir-birlab adibini belgili bo'ladi. Zodi birarsini to'nib olmadingmi? Hammasi niqoblik. Uning ustiga kech tursa." To'g'liq ba'zi ishlarni yushirganda qiladi. "Qandoqmi to'nig'ili bo'lsin? Hey, undaq qozonga mundaq cho'mish qilmaylimi?" Munur og'aynalarga emishdi. "Bizmi niqoblanib turdi nazirni hujrasidagi besib elib qon yig'ib pichoqni birla taqaydigan bo'lsak, cho'qim birar yep uchiga ega bo'lamiz." "Munur, to'la sarangliq qilma." To'g'liq olaydi. "Bu ishda turdi nazirning shipigarchiligi bormi yo'q bilmasak, qo'limizda isbot bo'lmasa, bekordan bekor yo'lsizlik qilsak bo'lamdi. Emsa mushundaqli bo'ldi qilamizmi?" Pida o'rnidan turib ketdi. "Rost gapni qilsam, tarsuliqlarning gongongligini bir to'nitib qo'ysak bo'ladi. Sabr qilaylik. Naymaning opsi Xalay Oyazgamla shaharlik saqchiga ma'lum qildi." Og'aynalarining birer qaramliq qilib qo'yishidan ansirgan To'g'liq yolg'on etdi. "Ular tekshiryotdi. Bundaq chaqda qalaymaqan harakat qilsak bo'lmas. Endi Xalay xonimg'u xeyli insofli ayolda qiladi", dedi Munur ikki o'yloq bo'lib.
Lekinse yanıla şu heliqi por qursaqning xotini-de. Hey Zikri, dedi Tuğluq ağinelerining diqqatini burab. Sen qachongacha yeb qacha beka qilib yuradigansan? Opang bechorani qoqshatmasang bo'lmamdi. Shoyikan botkichi sening nesiga ishkan horiqingni 300 so'mdan oshdi deydi-ku. Munur uningga go'laydi. Nimandaq odam bo'lmaydigan nimisan? Men doktorxonaga kirib kelishning oldida ovqat qilaman deb 200 so'm olgan edim. Uni qanday qilding? Tuğluq Zehriga maqtaq qadaldi. Anglasam, shoyikamga beribsan-ku. Qariz 500 so'mdan eshib ketgachga shoyikam nesi haroq bermagan gap, dedi Munur alqallarga urib. Shunga sen bergan 200 so'mni berib qarang qutuldi. Ağayneler Zehriga kuyingan ham echingan holda bir haza tarbiya va tanbih bergandan keyin Munur bilan pida xo'shlashib chiqib ketdi. Tuğluq Zehrini eqilib qilmagan yaxshi gap qilmadi. Zehri michildab yig'laverdi. Bag'ri yumshoq Tuğluq bo'lsa, hol oy hajlang deb unimay yanchiqoga selib qo'ygan 150 so'mning hammasini Zehrining qo'liga tutqizdi. Qara Zehri, velosipeding bilan yezi kamplarni oralasang, bir kundala 10-20 teri yig'ib olasan. Xanzu bozoriga akirib teri yig'ayotgan jallab balalarga o'tkazib bersang, eng oz degandimi 70-80 so'm, bo'lmasa 100 so'mga ishlaysan. Tirikchilik turmushning zinnati degan shu. Tuğluq Zehrining mirisiga urib qo'ydi. O'ylab boqay. Pidadanmi pul apsan? İşlamaydigan qandaq kalla bu? Sana kuyog'ul bo'lish oldida turgan odamdan pul so'rashga nomus qilmadingmi? Keyincha singlimning yuziga chepiq bo'lib qolmasin deb beshir oyni oysang bo'lmamdi. Zikri ko'zlarini surtgach bog'dan chiqib ketdi. Yolg'iz qolgan Tuğluq o'rikka yo'landi. Ondan tambirini elib asta chelishga boshladi. Emrullah buvayga tambir degan laqamning qachon singib qolganligi noma'lum. Biroq yoshligidan tartibla to'y marika bo'libmi mashrablarda elin naqshlarga tambirni tankash qilib aytib dong chiqargan edi. Donam Mumay o'lib ketgandan keyin Emrullah kichik Tuğluqni orqasiga selib elib, nalardagi mashrablarga elib ketadi. Xuddi oltinga yaqin yursang chengi yo'qidi degandek Tuğluqni bara tambirga ishtiyoq bog'lab qoldi. Mana endi u tambirni chaldi-yu, buvay hossiga ingikini tirab, ko'zni yumgan holda eli naqshlarining payzini suratdi. Mana shu turqidimi u olqinini tizg'i urib bo'sh aytilgan Sadir palvon naqshisini zo'q ishtiyoq bilan anglamoqda edi. Tambir çelevatqan Tuğluqning bir dilla ko'z oldida nayima paydo bo'ldi. U Tuğluqqa kulib turib, "Urishsaq bak payzi bo'ladi ekan", davatadi. Turibla bu oq ko'ngil qizning kichik cho'qirdagi simosi paydo bo'ladi-da, Tuğluqning yosh qoplagan ko'zlarida erib yo'qab ketadi. Tuğluq bir dilla g'o'ngildigan ovozni anglab osmonga qaradi. O'rik olmalarning shoxlari oralaridan ko'kda parvoz qilayotgan kaptarlarni ko'rib qoldi. Bu dadisining o'g'lini hasratli xiyollardan xalos qilish uchun kaptarlarni ko'kka qo'yib etish chorasi edi. Degandek, kaptarlar uning ko'z yoshlarini, hasrat pig'onlarini Nayima tomon elib ketayotganda qiladi. Ko'zlaridan ixtiyorsiz to'kilayotgan yoshlarini o'z mayliga qo'yib etgan Tuğluq suzuk osmondagi kaptarlarga qaraganicha tambirni qayta sozladi. Bu chaqda Emrullah buvay darvozaning taroqlab echilishidan cho'chib ko'zlarini ochdi. Uning oldida so'mka ko'targan ajoyib nozinin bir qiz turardi.
Boshdan oyoq oppoq kiyinib olgan bu qiz ayni jannatdan uchib chiqqan parizatga o'xshaydi. Cho'ng dada. Nayima buvayga esilib yig'layapti. Tug'liq o'qiyni. Nayima buvayning javobini kutmayla uy tarafga mengib edi. Buvay uni tutib oldi-da, bog'dan kelayotgan pig'onliq naqsha ham miskin tambir ovozini ishora qildi. Kaptirim qoqma qanot, ko'nglim parakanda mening. Angladingizmi? Dilqut xazinasi. Buvay yig'layapti. Sizdek oq kaptirini yettirib qo'ygan u notivan yigit kaptarlariga iltijo qilyotidi. Nayima samanxona bilan ot eg'ili o'tirsidiki kichik bog' ishkiga qadam oldi. Buvay meni bering degandek bosh isharasi qildi. Nayima bog'dagi olma tuplarini dolda qilib o'rikning orqasiga berib oldi. Shundala u naqshini aniq anglashga muyassar bo'ldi. Ayrilib yardan aziz, yolg'iz beshim g'amda mening. Nayima unsiz yig'layapti. Tug'liq ko'zlarini yumgan holda kim bilandir mungdashmoqda edi. Kaptirim ketma uchib, salma judoliq qamini. Bu judoliq zulmidan ketdi chiroyimning xuni. Tug'liqning yumilgan ko'zlaridan taramlab yoshlar yumilab tushmoqda edi. Uning tambir mo'nglari bilan birlashib ketgan ahzorlari xuddi bo'ronliq dashtda tinib qolgan bo'taloqning nolisiga, qo'zisidan ayrilgan ahuning faryodiga o'xshab ketadi. Kaptirim ushma egiz, osmonni kezma pastiman, tongla ko'rsang xor emas, maydondagi guldastiman. Tug'liq hordiq yetgandek cho'nqir tindi. Ondan tambirini o'rik shexiga ildi. Ammo toqat qilolmagan Nayima o'rik orqasidan etilib chiqdi. Tug'liq, Nayima! Ular supi ustida quchoqlashdi. Qiz ko'zlaridagi qiyondak yomrab kelgan yoshlarini surtmay, yigitning jarohat izlarini suymoqda edi. Yumaloq olqonlarida bo'yin yuzlarini silaydi. Ular jonlarga jon qo'shayotgandek qitib qilishdi. Yigit ham qizning yoshlari bir-biriga qo'shilib, enak yuzlaridan tomchilaydi. Qizning kirpiklarida esilib turgan qatrlar xuddi gul barglaridagi shabnamga o'xshaydi. Hammani angladim, dedi Nayima Tug'liqning yuzlarini surtib etib. Lekin oilamizni oyab hech nima demabsiz. Siz nima degan oq ko'ngil? Bo'ldi, yig'lamang. Tug'liqning qizning mangzlarini surtdi. Mana men bir obdan turmamdim. Saqchilarga ularning bir yig'iz gapini anglamadim ham to'nimadim debsiz. Bu rasmi? U ishlar to'g'riliq, faqat hol ayhadam qistab turvag'ashqila. Shuning qila dedim. Tug'liq peshonasidagi jarohatini silab qo'ydi. Ammo dadamga tinmadim. Nemishqa amdi? Siz bilmaysiz. Dadamning ishchi kuchlik odam. U bilib qolsa turda nozirni izdashdan yanmaydi. Men sizning ahvolingizni o'qiblar bu tarafga mang'ashqa opam bilan ko'p so'zlashamedim. Tug'liq bilan Nayimaning qizg'in paranglashayotganligini bog' eshigidan ko'rgan Amrullo buvay bir leganga rosa may bog'lab pishgan olma, shapdol, algratlardan elib boqqa kirdi. O'rikning g'oli bakmi yo'g'an bo'g'ashqa buvayning kelayotganligini mungdishayotgan qiz yigit ko'rmay qoldi. Lekin buvay o'g'lining ovozini anglab, o'zini o'rikning daldisiga oldi. Meni urg'onlar 8dak odam. Ularning qo'llarida tok kaltigi,
tayoq ham yel tasmalari bor. Nima, shuncha ko'pmi? Voy xudoyim, helimi yaxshi, o'sha g'oljir itlardan jiningiz omon qapti. Yo'g'on, gavdilik, to'g'ri, tamak tutashtirayotganda uning yolpi yuzining cho'qir ekanligini ko'rdim. U maydamga dastlab turib, bilib qo'y divani. Nozir Olliburun Naymani menga baxshandi qilib atgan, deb biqinimga bir nechini tepdi. Yolg'on, texi badal to'labdimish? Po'q yapti u qora to'nguz. Texi u, buningdan keyin Naymaning orqasiga yana kirib olsang, sening jiningni olmoq xuddi tishimning orsidagi chirindini elib tashlab atganchilikli ish, uqdingmi? deb og'zidagi tamaki o'tini yuzimga yoqdi. Agar ularning qo'lida to'q kaltiga bo'lmagan bo'lsa, meni unchalik bo'zaq qilolmaydi. Shundaqdimi bir nechasining tishini to'kib, qopoqlarini yerib etdim. Bo'lingan gaplarni o'rik orqasida turib anglagan buvayning paxma qoshlari turilib, ko'zlaridan g'azablik ushqinlar chachirdi. Naymi? U zoti kim? To'g'liqning talabbuzi qattiq edi. Qovus Satan degan xotin paras. U oltin kan xo'jayini Ag'zam to'rining o'g'li. Qo'xto, aslida sizni shuningga bermoqchi ekanda. Yo'q, opam uni tillab rasvasini chiqarib qo'g'ilib etgan. Lekin dadam nima uchundir uningga yaqinchilik qiladi. Undaqda dadangiz meni qovus orqali urdiribdi-da. Bo'lmasa u ablah meni nerdan bilsin? Farzingiz to'g'ri. Opam dadamni qiyin qistoqqa olganda oxiri u iqror qilibdi. O'rik daldisida turgan buvay qo'lidagi leganni ularning oldiga qo'yishdanmi untib orqaga yandi. U ichidagi g'azabining bir dilla portlab ketishidan ehtiyot qildi. Nimali degan bilan Nayima o'sha oilaning qizida. Nayima bo'ldi, u ishlarni tagmayli, dedi tug'liq qizning qo'lini alqanlarga elib. O'zingiz qandoq turdingiz? Ish ovqatlaringiz xeyli saramjon topqandi. Sizga bir xo'sh xabar. Men Urumchi Kozivandagi sho'pirlik maktabiga berib, sizni tizimlatib, o'qish pullarini to'lab etdim. Biroq o'qish boshlashga yana bir oydak vaqt bor ekan. Dadam Oyaskamning uyida turishga unarmi? Uning ustiga dadangiz bilib qolsa. Xotirjam bo'ling. Dadangiz Oyaskamning tog'isi yoki kichik dadasi bo'lib boradi. Opam, Amrulla akam mening gapimni yirmaydi deydi. Opangiz hol oy, hadam bahasiz ayolda. Dunyoda undaq farishtadek ayollar kam uchraydi. To'g'liq bilan Nayima hol ayni chin dilidan suyunib ta'rifini qilayotganda, Oyaz uni tol bo'ston tegida chin quchoqlab bag'riga besib turibdi. Hol ayning ko'zlari yosh yo'qi edi. Oyaz, qandoqmi qilarman? Hol ay qizirib ketdi. Odat keladigan vaqtdan o'tib ketdi. Kursigimda qolgan o'xshaydi. Nima? Kursigimda qolgan o'xshaydi? Oyaz cho'chib ketdi. Undaqda doktorxonaga akraymi? Mening Xol ay yuzini epqashdi-yu, michchida yig'laydi. Zodil oldirib etkim yo'q. Shunga talay sinab baqay deyman. Sarang bo'psiz. Bu talay sinaydigan ishmi? Eringizning ahvoli o'zingizga ayon tursa. Agar siz olaman desangizlar, men cho'qim ajirshiman. Ajirshiman? Shundaq haqiqiy ahvolni desam, uni meni qo'yib etishi mumkin. Xol ayning uzun kirpiklari yoshdan ho'l bo'lib ketgan edi. Mening dehqon ayoli bo'g'im bor. Umringiz farog'atda o'tgan. Dehqon turmushiga chiday olmaysiz.
sizlar vafosizlik qilmasangiz hammaga chib aytdim. Tunazir har ikkimizni bo'sh qo'yib etmaydi. Ularmu o'tib ketadi. Nimalar o'tib ketmagan? Ayaz cheksiz mehr bilan Xol'ayga uzun qarab ketdi. Hem jinnastidek suz holrang lavlarini bosdi. Biroq orqasidan kelgan oyoq tevishi hem gullarning sholdirilishidan ular darhol ayrilgan bo'lsa-mu kechikkan edi. Oyat bu ularga zahar temib turgan ko'zlarini tikib turibdi. Oyat bu siz tushlik nima tamoq etishni so'ray deb kelgan edim. Lekin sizlar bu yerda mont shupulab yevisizlar. Oyat bu orqaga qayrilibla nimlarnidir g'o'dirg'ash ketib qoldi. Agar bu cho'kanning ko'ngliga insof bermasa, dedi Ayaz uning orqasidan qarab, dachada bir qora bo'ron ko'tariladi. Men qo'rqmayman. Beshimga kelganini ko'raman. Xalqayning chiroyi birdamdala sarg'ayib ketgan edi. Bo'lsa, patroq chiqsin. Meni uchirib dasht cho'llarga tashlab etsa texi yaxshi. Xalqay gulliklar orasidagi tar chig'il yo'llar bilan asta ketib qoldi. Ayaz uning qarsi yo'qolgacha qarab turgan, u orqaga qarabmi qo'ymadi. 3 kun o'tib ketdi. Qor bo'ron chiqmadi. Turdi Hasan Xol'ayga qovuz 20 tumanga hisoblab berdi deb maqtanib bergan Begzoda Misonni ko'z-ko'z qilish uchun bo'lsa kerak kundilar shaharga kirib ketib kashta chiqadi. Ba'zida qo'nib qoladi. Uning ixlosman chiroyidan hargiz bo'ron chiqardigan alfazi yo'q edi. Oyat bu yana nimaga saqlaydi? U hozir hech kimga qaramaydi. Xuddi og'ziga talqon selib olgandek zuvon surmaydi. Tamaqini etib, chayini qaynitib bo'lib, xo'sh demayla uyga ketdi. U Ayazga tamoq sunib berib, kechikib chiqqaniga Xol'ay qandoq ahonatlarni qilib, nimalarni deb ketmadi? Oyat bu er yo'q cho'kan tursa, Xol'ayda bar ko'ngil uningda yo'qmikan? Pichoqni avval o'zingga sol, og'rimasa boshqaga degan gapni nemishqimi o'ylamagan bo'lg'itdi. Hozir Ayaz kuniga birar qitimmi bu tarafga o'tmaydi. Uyning oldidagi o'choq atrofida temiz qilib yurganiga qaraganda tamoqni o'zi etib yeyotganligi ma'lum. Bu buruqtirmaliqdan Xol'ayning ko'ngli yerim bo'lib, teqmi tushkunlashib ketdi. Naima opisidagi bu o'zgarishdan tit-tit bo'lib qanchalab ko'chalab so'rasimi, opisi hech nima bo'lmadim, mijozim yo'q deydi. Doktorxonaga borayli desa, uni aytdi. Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jالالىدىن بەھرامنىڭ كۆمۈرچى بالا nomli romanini bugun mushagacha anglatdik. Davomini atiki anglatishimizda davomli anglatamiz.